Assalomu alaykum YouTube ahli. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Men yangi blogerman. YouTube'ga akkaunt obzor qilmoqchiman. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Akkauntimizni boshlaymiz. Akkauntimiz yaxshi bo'ladi. 350 ming sotib olganman. Bo'ladi, 350 ming sotmoqchiman. Emotsiyalar ko'p, baddi-buddi bo'ladi. Xullas, boshlaylik. 5 ta X kostyum bor. Yana mumyo ikkitamiz bor. Paketkalardan oxirgisi ledni, shut, karyat, ATM, yumpi, rektor, ATM, skorotya, DP, boshqa qurollar bor. Yaxshi, zo'r, bir level bo'lsa ham bo'ladigan nimalar, naqalar kam chiqadigan qurollar. Zo'r akkaunt, o'zim sotib olganman. Yana bir narsani eslatib qo'yaman. Bunachilar sizlarga bitta narsani aytib qo'yaman. Har hafta 60 dan o'yin o'ynaymiz. Kommentariyada eng zo'r izoh yozgan odamga 60 dan tashlab beramiz. Xo'p, mana akkauntimiz zo'r, yaxshi. O'zim olganman, hali ham ishlataman. Olmoqchi bo'lganlar Telegram kanalida yozsin menga. Telegram raqamim описание bo'ladi. Yaxshi. Yana bir narsani eslatib qo'yaman. Agar obuna bo'lib meni qo'llab-quvvatlasalaring, mana shunaqa yana bitta akkauntim bor. O'shani naqaga qo'yaman. Yutib olsanglar bo'ladi. Mana setlari ham bor buni. Setlarni ko'rib olishlaring mumkin sekinlashtirib. Inferno kastga o'sha old setlar bor. Paketkalari ham bo'ladi. Agar videoni sekinlashtirsalaring, o'zlaringga yoqqan narsani topib olishlaring mumkin. Obuna bo'lishni unutmanglar, har doimgidek. Men yangi blogerman, bilasizlar. Shuning uchun hozir kunda ko'p blogerlar nima qilyapti, stream qilsa 1000 ta, 2000 ta bo'lib ketyapti. Biz endi 30 tacha bo'lib qoldik. Hozir Kanjoshning akkauntida o'shani 1000 tacha qilaylik. Kelar, mana naqalari bor mashinalar, zo'r superkalar. Mercedeslardan bor, baggi, qayiq, avtobus, shut, ledni, naqa narsalarimiz bor. Mana shuni agar xohlasalaring qo'yamiz naqaga. Agar xohlasalaring mana shu akkauntni kommentariyada eng zo'r izoh yozgan odamga beramiz. Xohlasalaring kommentariyaga ha yo'q javobni yozib, IDlaring va mana shu videoni ko'rganlaring shu akkaunt haqida izohlaringni qoldirib qo'yasizlar. Men albatta o'qiyman.